Xo'p, o'rtoqlar, mana bu vaziyatga qaranglar. Mana 35 ming dollarga olingan yangi BYD ham unga qayrildi. Mana ketyapti yo'lida. Mana bu Cobaltga qaranglar, xuddi ana yosh bolalar katta xolasini supasida o'ynab yurgandek Cobalt ham qayrildi. Yangi BYD hamni rasvo qildi. Mana o'sha yangi hamni ahvolini ko'rib turibsizlar, rasvo bo'lib ketibdi o'sha eshiklari. Bu yoqda qo'shqachamiz ham bor-ku, mushukchamiz ham. Xo'p, krilos ketgan, ikkita eshik ketib qolgan ekan. Mana shunaqasiga shilib olgan. Oldin mordani biron qilingani uchun kriloni kraskasi ko'chib qoldi, ko'rib turibsizlar. Eshigi ham kirib ketgan. Xullas, shpakolovka yeyish kerak, o'zini qilsa ham. Endi yangi mashinaga shpakolovka qilish jalq edi-da. Mana bu yoqda sal ko'proq probeglar oddiy pozitsiya ham bor ekan, o'rtog'ida o'sha xanni olib keldi, ikkita eshigini, krilosini bunga qo'yib yuboramiz, chunki bu yangi xan ekan, 701 kilometr yuribgan. Bu eng fuli bo'ladi-da. Shunga kelishibdi ikkita o'rtoqlar, biz buni uslugasini qilib beramiz, ikkita radnoy detal taqib, buni o'zini shpakolovka qilib, uni taqib yuboramiz, xullas. Bularni e'tirozi nimada? Cobaltdagi bir tushibdi-da, xanga o'xsha qaramabdi, o'zini Cobaltiga qarabdi-da, yoq-yoqlarga sirasi qarabdi oldilariga tushib. Chunki aybdor-ku baribir. Keyin tushibdi-da, Cobalt egasi shunday qarabdi, 80 ku, 01 emas, 80 ku, viloyat-ku. Sirazi 90% o'zgarib qolibdi-da. Mana shu narsani ko'rib, nima odamlar o'zgarib qoladi? Imенно shu, misol uchun 01 bo'layotgan bo'lsa, o'zi ham misol uchun viloyatdan bo'lishi mumkin o'sha Cobalt egasi. Mana shu xamni egasi aytdi-da, aka Alloh guvohdir-da, Yandeksga agar qiynalganda, aka ko'rmay qoldim, uzr, biroz bir sharoitni tushuntirganda o'tib o'raydi. Umuman bo'ldi, aka joningiz sog' bo'lsin deb o'zim mehmon bo'lib kelgandim Toshkentga dedi-da. Hozir pashti bir 4 ming dollardan oshiq rasxot ketadi-da bunga, misol uchun o'zini qildiraman desam, endi u ham baribir pulda. Endi o'shanga mana bu mashina egasi ham xafa bo'lib qoldi-da, mehmon bo'lib keldi, mana shunaqa dedi. Lekin GAI chaqirdim, o'zi ham organ odam ekan. Dalshib olishib boraman dedi, mana shu odam dedi-da, xonavayron qilaman dedi-da. Aka bunday qilmang dedim. Mayli dedi aka dedi, lekin dedi juda jahlimni chiqardi dedi, sudga ochdim, GAI chaqirdim, uni shtrafnoga tiqdi, buni ham turibdi-da mashina. Olib chiqib ketdim dedi. Lekin sudda gaplashamiz. Lekin sudda haqiqatan u odamga og'ir keladi, chunki hamma rasxotni xochish to'lab beradi-da bu xanni. Rasxotini pashtu 7000 mi qanchadir achinka chiqartiribdi. Xullas og'ir keladi. O'shaning uchun o'shanday vaziyatda o'zimizni bosib, viloyatmi, Toshkentmi, bog' ham nima farqi bor nomerda? Avvalambor odam bo'laylik akalar. Misol uchun mana shunaqa falokat bo'lib qoldimi? Bo'ldi. Bir-birimizdan uzr so'rab, bo'ldi, qilib beraman yoki sharoitim bo'lmasa, sharoitini tushuntirib, hamma odam tushunadi. Bir tomonga yechib haqi ketish kerak-da u. Siradan 01 yoki 30 yoki 70 yoki 50 viloyatga qarab sira 90% o'zgarib qolish kerak emas. Chunki hamma joyda o'ziga yarasha xo'rozlar bor, o'ziga yarasha obi mansabi bor. Har bitta viloyatda ham kerak o'sha viloyatda bir chekka qishlog'idan ham normal, seriozli odamlar chiqib, mazasini qochirib qo'yishi mumkin bo'ladi. Uncha odamni ham. Tashaninglar.